mijozlarimiz och qolib qolmasligi maqsadida klinikamiz tomonidan yogurtlar beriladi. Bu ham maxsus 100% tabiiy yogurtlar, giyohli. Poyezdlarimizda qo'yib o'tyapmiz. Buni endi doimiy mijozlarimiz ham bilishadi. Klinikamizga kelib davolanib ketayotgan mijozlarimiz ham bilishadi. Xona xizmatlari qo'yilgan. Aynan har bitta yogurtlarimiz, kokteyllarimiz, oziqlantiruvchi giyohlarimiz, tozalovchi giyohlarimiz, oziqlantiruvchi yogurtlarimiz bu ham chegirma narxiga kiritilgan. Yana bir muhim joylaridan bittasi bu ishqorli suv. Ko'pchilik berayotgan savollarga javob tariqasida aniqlik kirgizib ketaman. Ishqorli suv. Bilamizki, ko'pchiligingizga ma'lumki, organizmda kislota muhit ishqorli muhit bo'ladi. Ya'ni tanada qanchalik kislota ko'tarilgan sari organizmda parazit, bakteriya, infeksiya, zamburug'lar ko'payadi.